Abdurashid Nurmurodov O'lim ko'z yosh to'kkanda asari. Ikkinchi jahon urushi insoniyat tarixidagi eng dahshatli fojialardan biridir. Bu urush millionlab begunoh insonlarning umriga zomin bo'ldi. Oddiy suhbatda bu raqamlar shunchaki statistika bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo bir lahza tasavvur qiling. Agar o'sha millionlab insonlar bir joyga jam bo'lsa, ularni sig'dirish uchun o'nlab shaharlar kerak bo'lar edi. Fashistlar urushni oson g'alaba bilan yakunlaymiz deb o'ylashdi. Ammo xalqning birdamligi, matonati va vatanga bo'lgan muhabbati ularning rejalarini chilparchin qildi. Shunda ular o'z nafratini begunoh odamlardan oldilar. O'lim lagerlari, gaz kameralarida bo'g'ilgan insonlar, yondirilgan taqdirlar, bolalar va ayollarning ko'z yoshlari. Bularning bari tarixning o'chmas dog'idir. Abdurashid Nurmurodovning O'lim ko'z yosh to'kkanda asari ana shu mudhish voqealarni yurakdan o'tkazib, kitobxonni tinchlikning qadriga yetishga, insoniylikni asrashga va ajdodlarimizning buyuk jasoratini unutmaslikka chorlaydi. Bu asar shunchaki tarixiy voqealar bayoni emas, u xotira, ogohlantirish va tinchlikka da'vatdir. Qahramonlarning taqdiri orqali biz ozodlik va tinch hayot naqadar bebaho ne'mat ekanini his qilamiz. Aziz kitobxon, agar siz urushning asl qiyofasi, inson matonati va buyuk g'alabaning naqadar og'ir qurbonliklar evaziga qo'lga kiritilganini chuqurroq anglashni istasangiz, O'lim ko'z yosh to'kkanda asarini albatta mutolaa qiling. Zero, tarixni bilgan inson tinchlikning qadriga yanada chuqurroq yetadi.